Qanday qilib kino bilan rus tilini o'rganish mumkin? Xuddi mana shu savolga javobni va kino va rus tili kursi haqida to'liq ma'lumotni ayni mana shu video orqali olasiz. Kino va rus tili kursimiz bundan 4 oy oldin tayyor bo'lgan va 4 oy ichida 2500 ga yaqin o'quvchilar ayni mana shu kursimiz orqali rus tilida gapirishni o'rganishgan. O'quvchilarimiz 2-3 oy ichida erishgan natijasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Здравствуйте, Аллаберген, как вы, как ваши дела? Аллаберген, я хотел сказать спасибо вам большое и ваша команда. За всех спасибо, что вы изучали нам русский язык. Салам алейкум, Аллаберген. Добрый вечер, Марказа. Меня зовут Асидин, мне 21 лет. Я когда приехал в Москву 1 год назад, мне очень трудно было. Я работал в Бургер Кинге только на кухне. Когда я ваш курс покупал 2 месяца назад, у меня все изменилось. Я вышел на кассу, работал с кассиром. Здравствуйте, всем привет. Я ученик учебного центра Илмарказа. В этом видео я решил рассказать про курсы, которые я купил. Я в YouTube смотрел много видео, и там у меня возникли проблемы с грамотой. И я не знал, с чего надо было начать, какую тему надо посмотреть, я не знал. Однажды я смотрел одного парня в Инстаграме. Он там говорит, что он учит русскому языку. И это я очень интересовался, потому что он учит русский язык с помощью фильма. Я заинтересован, и я решил купить эти курсы. Буквально 2 месяца назад я купил эти курсы. В этих курсах все уроки очень интересные, поверьте мне, очень интересные. И я вам советую вам купить эти курсы для тех, кто хочет изучать русский язык. Biz bundan keyin ham kursimizga yanada o'zgartirishlar kiritdik. Ya'ni kursimizni o'rganishga yanada qulayroq holatga olib keldik. O'ylaymizki, bundan keyingi o'quvchilarimiz ulardan ham yaxshiroq natijaga erishadi. Kursimiz 6 ta moduldan iborat va har bitta modul ichida o'ziga biriktirilgan mavzular o'rgatiladi. Misol uchun, birinchi modul alifbo va talaffuz. Siz bu modul orqali so'zlarni, harflarni qanday talaffuz qilinishini o'rganasiz va so'zlarda urg'ular, udareniyalar qayerga qo'yilishi kerak va qanday qilib so'zlar chiroyli talaffuz qilinishi kerak, mana shu mavzularni o'rganasiz. Ikkinchi modulimiz bular rodlar va olmoshlar. Bu modul boshlang'ich etap uchun. Ya'ni siz bu yerda rus tilidagi eng kerakli mavzularni o'rganasiz. Misol uchun, mening, sening, menda, senga, unga, bizda, sizlarga xuddi mana shunga o'xshash olmoshlarni hammasini alohida o'rganiladi. Va 3-modulimiz zamonlar. Hozirgi zamon, o'tgan zamon, kelasi zamon. Bu modul orqali siz zamonlarda to'g'ri va chiroyli gapirishni o'rganasiz. 4-modulimiz so'zlarni bir-biriga bog'lash. Ya'ni siz bu modul orqali so'zlarni bir-biriga qanday qilib ulab gapirishlarini o'rganasiz. 5-modulimiz esa uzunroq gaplar tuzish. Bu modul orqali siz uzun chiroyli gaplar tuzishni o'rganasiz. 6-modulimiz esa bu qo'shimcha mavzular. Rus tili juda ham boy til va qo'shimcha so'zlarga ham juda ham boy. Shu sabab biz 6-oxirgi etapimizda qo'shimcha mavzularni o'rganamiz. Har bitta modul ichida bittadan 8 tagacha darsliklar bo'ladi. Jami darsliklar soni esa 42 ta. Kursimiz Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Siz kursga yozilganingizdan keyin biz sizni Telegramdagi yopiq kanalimizga qo'shamiz. Va mana shu kanalga 3 oy davomida kun ora bittadan darsliklar yuklab boriladi. Yuklanadigan darsliklar ichida eng birinchi navbatda video darsliklar yuklanadi. Video darsliklar kinolar bilan ishlab chiqilgan. Ya'ni siz darslik ko'rayotganingizda birorta bir qoidani o'rgatgandan keyin aynan o'sha qoidaga mos kinoning qisqa jarayoni ko'rsatilib va o'sha kino jarayonidan keyin gapirilgan gaplar, keltirilgan misollar tushuntiriladi. Va bular albatta video darsliklarni qiziqarli va esda qolarli bo'lishini ta'minlaydi. Siz bu video darsliklarni o'zingizga qulay vaqtda va qulay joyda ko'rib o'rganishingiz mumkin. Agarda video darslikda qanaqadir joyga tushunmaydigan bo'lsangiz, biriktirilgan kuratorlarga savolingizni yo'llashingiz va javob olishingiz mumkin bo'ladi. Video darsliklardan olgan bilimlarni mustahkamlash uchun har bitta darsda 10 tadan test bajariladi. Bu testlar siz video darslikda olgan bilimlaringizni mustahkamlab qolish uchun yordam beradi. Undan keyin siz talaffuzingizni yaxshilash uchun audio darsliklar eshitasiz va bu audio darsliklarni yozma matn shakli ham bo'ladi. Bu matnlarni ham qayta o'zingizga qulay vaqtda o'qishingiz kerak bo'ladi. Matnlarni qayta o'qigach, matnda yozilgan so'zlarni siz talaffuz qilishingiz ancha osonlashadi va bundan keyin siz o'qituvchingizga matnda yozilgan rus tilidagi so'zlarni, gaplarni
o'qib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Va o'qituvchi siz o'qib bergan matnni, sizning ovozli xabaringizni tekshirib, talaffuzingizdagi xatolarni tushuntiradi va ularni to'g'rilaydi. Undan tashqari, bo'sh vaqtingizni bajarish uchun yozma shakldagi mashqlar beriladi va so'z boyligingizni rivojlantirish uchun esa ham yozma, ham audio shakllarda lug'atlar berib boriladi. Xuddi mana shu zaylda sizga 3 oy davomida kunora darsliklar berib boriladi va 3 oy davomida sizni ustoz nazorat qilib turadi. Va 3 oydan keyin kurs oxirida musobaqa o'tkaziladi va musobaqada 3 ta g'olib aniqlanadi. Bular eng yaxshi o'qigan, eng yaxshi rus tilini o'rganishga harakat qilgan o'quvchilar bo'ladi. Eng birinchi o'rindagi g'olibimizga 1 million so'm pul mukofoti. Ikkinchi o'rindagi g'olibimizga esa 700 ming so'm pul mukofoti. Uchinchi o'rindagi g'olibimizga esa 300 ming so'm pul mukofoti. Kursimizning oylik to'lovi har bitta oy uchun 780 ming so'mdan. Ya'ni kursimiz 3 oy davom qiladi va har bitta oyiga siz 780 ming so'mdan to'lov qilishingizga to'g'ri keladi. Undan tashqari kursda 3 oy o'qiganingizdan keyin video darsliklar, audio darsliklar va matn va lug'atlar hammasi sizda 1 yil muddatga saqlanib qolinadi. Ya'ni ma'lum vaqt o'tgandan keyin siz birorta mavzularni esingizdan chiqaradigan bo'lsangiz, bemalol kirib, yana takrorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda kurs haqida qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, admin bilan bog'lanish to'g'risidagi link, ya'ni havola ustiga bosib, adminimizga murojaat qiling va savollaringizga javob oling. Paka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.